Hop, mana bizani sinfimizda Baxtiyorov Muhammadali nimadan yasading, Qorbobo? Lampochka. Lampochkada mana noodatiy qilib nima deydi? Lampochkadan Qorbobo yasabdi. Kreativ fikrlabdi demak. Mana qilsa bo'lar ekan-ku, sotib olmasdan, to'g'rimi? Kuygan lampochkalarni bir yil yig'ib qo'ysang, yangi yil kelguncha ko'payadi. Keyin ulardan shunaqa Qorbobolardan nechtasini qilib archenga ilib qo'ysang bo'ladi. Faqat Qorbobo emas, quyon qilsak bo'ladi bunda. Boshqa hayvonlarni ham yasasak bo'ladi. Fotima esa Fotima bu yoqqa. Fotima nimadan yasagan Qorboboni? Fotima stakandan yasabdi. Bu ham mana kreativ o'ylabdi mana. Ichadigan stakandan o'sha Qorbobo yasabdi mana. Chiroyliligini qaranglar. Mana bunnilarini qaranglar, buni bunnilarini o'xshaganini. Haqiqiy Qorboboga o'xshaydi, suvdan kelganga o'xshaydi. Qolgan o'quvchilarim esa archa o'yinchoqlar yasashibdi mana. Juda ham chiroyli. Mana qog'ozlarda yasashgan. Bir A sinfi zo'r-da o'zi.